Azizlar, hozirgi kunda vitamin D yetishmasligi oqibatida depressiya, tushkunlik, qo'rquv, Parkinson kasalligi, Alsgeymer kasalligi, bo'g'im mushaklarini og'rishi, tirnoqlarni qayrilib qolishi, bular hammasi hozirgi kunda vitamin D yetishmasligi alomatlari hisoblanyapti. Agar siz ham vitamin D menda yetarlimi yo'qmi desangiz, sirg'azi sochlaringizga qarang. Bu yerda sochlaringizni yaltiroqligi yo'qolib, porloqligi yo'qolyaptimi? Tez sinuvchan bo'lib qolyaptimi? Demak, vitamin D yetishmaydi. Agar yuzingizda ham yorqinlik yo'qolayotgan bo'lsa, bilingki, vitamin D yetishmayapti. Siz agar menda vitamin D yetarli deyotgan bo'lsangiz, unda siz terlamasligingiz kerak. Oyoq tirnog'ingizni plastinkaliga qarasangiz, tekis holatda, pushti rangda bo'lishi kerak. Lekin ko'pchilikning oyoqlarini tirnoqlarida chiziqlar tushib, bukilib, o'zini strukturasini yo'qotgan holatda bo'lyapti. Tez sinuvchan bo'lib, nima deydi, qirg'oqlari ham xunuk holatga kelyapti. Bularda hammasi vitamin D ni yetishmasligi oqibatida. Hozirgi kunda xo'p, vitamin D ni qaysi birini ichish foydaliroq degan savolingizga javob beraman. Vitamin D ni albatta oldin dozasini haqida gapirib o'tay. Kattalar uchun bir kunda dozasi obedgacha ichish kerak. Ko'proq ovqatdan keyin ichsa ma'qulroq. Kattalar uchun 1000, 2000 ml ichish kerak. Bolalar uchun 400, 500 mikroyedinitsada ichish kerak. Albatta bularda qaysi bir vitamin D juda ko'p. Bularni qaysi birini ichish ma'qulroq, qaysi biri men organizmga ziyon keltirmagan holatda foyda beradi degan savollaringizga men sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Mana shu vitamin D 100% tabiiy holatda olingan bu vitamin D juda ham foydali. Buni ichini ochganingizda pipetkasi ham o'zi bilan birgalikda mana bunday shaklda. Demak, shuni pipetkada olib, kattalar uchun xolasangiz pipetkani to'ldirgan holatda til tagiga solib turib, so'rib ichib olish mumkin. Yog' holatida bo'ladi, shuni unutmang. Shuning uchun ovqatdan keyin yoki ovqat bilan ichsa, buni mazasi ham boshqa ta'mini bilmagan holatda, bolalarda ham hech qanaqa noxushliklar bo'lmagan holatda ichib olsangiz bo'ladi. Men sizlarga mana shu tabiiy holatda olingan vitamin D ni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu albatta bo'g'imlar uchun ham, Coviddan keyin qolgan suyak yemirishlari asoratlarini ham yo'qotib beruvchi mahsulotga albatta biz zaявка olamiz. Marhamat, bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Video